Ammo Gulzorning haq talab da'vosi zavod tarafning rad qilishiga uchradi. Zavod taraf mundaq deb qaradi. Gerçi Tursun ustam ish ustida qazo qilgan bo'lsa-mu, ammo Tursun ustam qizini chet elda o'qitish uchun pensiyaga chiqqandan keyin davomli ishlashni talab qilganlikdan zavod taraf Tursun ustamni qayta taklif qilgan. Shunga Tursun ustam zavodning rasmiy ishchisi hisoblanmaydi. Uning ustiga bu tasodifiy voqea bo'lib, bu voqeaning yuz berishida zavod tarafining bexatarlik sal qarashdek mas'uliyatsizligi mavjud emas. Shunga zavod mas'uliyatni ustiga olmaydi. Undaq bo'lsa, Gulzorning aqlab da'vosi putasab tura olamdi. Zavod tarafining fikri qonun kuchga ega bo'lamdi. Tursun ustam bilan Po'lat Tumirzoda o'tirsida emgak munosabat mavjudmi yo'q? Mana bu yerda qayta taklif qilingan xodimlar ish ustiga yaralanish ta'minotidan bahramand bo'la olamdi yo'q degan qonun o'qimiga izohat berib o'tishga to'g'ri keladi. Tursun ustam zavod tarafidan qayta taklif qilingandan keyin bu ikki taraf o'rtasida emgak to'xtami shakllangan bo'ladi. Zavod Tursun ustamni qayta ishlatishga qabul qilgandan keyin Tursun ustam zavodning rahbarligida zavod tarafini haqliq emgak bilan ta'minlaydi. Davlatimizning emgak qonuni bo'yicha Tursun ustam bilan zavod o'rtasida amaliy emgak munosabati shakllangan deb qarashga bo'ladi. Uningdan boshqa davlatimiz ish ustiga yaralanish sug'urta nizomida odam ishlatish o'rin bilan emgakchi o'rtasida amaliy emgak to'xtami shakllanadi ekan. Mayli emgakchining ishlagan vaqti qanchalik bo'lishidan, emgak shakli qanday bo'lishidan qat'iy nazar emgakchi ish ustiga yaralanish sug'urtasidan bahramand bo'la oladi deb aniq belgilangan. Uzun suzilgan da'vo jarayonida emgak ma'mur tarmoqlari va sot mahkamasi Tursun ustamning delosini ish ustida qazo qilish delosi deb bekitdi. Gulzor to'lam pulini elishni talab qilganda yana bir kashila chiqdi. Chunki Tursun ustam pensiyaga chiqqandan keyin uning ish ustida yaralanish sug'urtasi to'lanmagan edi. Gulzorning bu to'lamga erishishi yana so'g'ichilashganda qiladi. Bundaq bo'lsa, ish ustida yaralanish sug'urtasi degan nima? Ish ustida yaralanish sug'urtasi deganimiz emgakchi xizmat jarayonida yoki belgilangan alohida ahvol ostida tasodifiy zaxmiga uchrasa yoki kasbiy kasallik sababidan vaqtliq yoki umrlik emgak iqtidoridan qolsa va yoki qazo qilsa, emgakchi yoki uning oila tavobatlari davlat yoki jamiyatning moddiy yordamiga erishadigan bir xil ijtimoiy sug'urta tuzumidir. Buningda birinchi, ish ustida yaralangan emgakchi o'zi moddiy yordamga erishadi. Ikkinchi, ish ustida qazo qilgan emgakchining oila tavobatlari moddiy yordamga erishadi. Ish ustida yaralanish sug'urta nizomida mundaq belgilangan. Emgakchi ish ustida yaralansa yoki kasbiy kasallik tufayli emgak iqtidorini yo'qotgan bo'lsa, mayli nima sababdan ish ustida yaralangan bo'lsin, mas'uliyat shaxsda yoki korxonada bo'lsin, emgakchi ijtimoiy sug'urtadan bahramand bo'ladi. To'lam berishda emgakchining savalligiga surishtirilmaydi. Bu xil ahvol qarta davlatimizning ish ustida yaralanish sug'urta nizomida tuvandagidek belgilanib chiqarilgan. Agar korxona emgakchilarga ish ustida yaralanish sug'urtasini topshirmagan bo'lsa, yuqorqi delogidagi voqea yuz berganda ish ustida yaralanish to'lam pulining hammasini shu korxona ustiga oldi deb belgilangan. Yuqorqi deloda Tursun ustamning o'limi sababidan kelib chiqqan nafiy pulining hammasini Po'lat Tumir shirkati ustiga oladi. Shuna qilib, Gulzor dadasining ish ustida qazo qilganligi uchun 400 ming yuan to'lamga erishdi. Bu pul garchi Gulzorning dadasidan ayrilishdek bu azobning o'rnini to'ldiramizmi, ammo mush pul bilan chet elga o'qishini tamomlab, o'zining keyingi turmushini xotirjam o'rlashtira oladigan bo'ldi. Bir mezgillik da'vo ishlarini oxirlashtirgan Gulzor yurtdoshlari bilan qo'shilib, chet elga o'qishini davomlashtirish uchun yana safarga atlandi. Gulzorning ugunishga bo'lgan o'tda qizg'inligi uning dadasidan ayrilish azobini bir oz bo'lsa-mu yeneklatdi. Va butun zehni bilan tirishib o'qiyotgan kunlarning birida konsulxonadan kelgan telefon uning turmushini yana bir qitim qalaymaqonlashtirdi. Yurtiga qaytib kelgan Gulzor soqchilarning so'zini anglab, o'z quliqiga ishonmayli qoldi. Soqchilarning aytishicha, Gulzorning dadasi bir aldamchilik delosiga chetishlik bo'lishi mumkin ekan. Azaldan rostchil, samimiy yo'l tutib kelgan Tursun ustam qandoq bo'lib, aldamchilik delosi bilan chetlab qoladi. Gulzor soqchilar ko'rsatgan isbotni ko'rgandan keyin ularning nima uchun o'zini chet eldan qaytarib kelganligining sababini tushundi. Undaq bo'lsa, ishning haqiqiy jarayoni zodi qandoq? Ish asli mundaq edi.